Men bu yerga davlatimiz rahbarining topshiriqlari bilan keldim. Muammolarni ko'rishga, tahlil qilishga. Bu nima vatanparvarlik beradi? 100 marta gapiryapman shu ishni. Mehnat o'tasizlar-ku. Maktab ichida mazmun bo'lsa. Shu sendvich paneli bilan maktabga Mumkin. O'ylaylar. Tahlil qilish kerak. Endi biz yangi O'zbekiston quryapmiz. Rыночный ekonomikaga chiqyapmiz. O'shanga bu sistema tagidan chiqarib beraylik. Shu muammoni Xona yetishmovchilik hisobiga 2-3 ta xodim bitta xonadonda xizmat ko'rsatyapmiz. Nechta onlarni absolyutimiz? 16.297 ta aholi bor. Hammasi sterilizatsiya bo'lyapti. Это их столовая. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rdinglar. Ikkita naryad alohida erkaklarimiz uchun, hozir bu ayollarimiz uchun xolos joylarimiz. Buzib tashlaymiz deb poliklinikalarni boshqatdan quramiz. 1 yilda quramiz ekan. Shu yozing masalalaringiz. Mana shunaqa muammom bor. Yana shuncha kutgan, bir oy kutganingiz yana so'lib ketyapti. Qishda gaz bormi? Olmay, bo'yicha birma-bir g'azvoqni chiqdik. hammasiga mo'ljallab qurilgan. Hadga masalan, yechib oldik. Rahmat sizlarga ko'rishguncha.